Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri video reels chiqarmay qo'yganmiz. Yangi milk tag'inlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, hamma narsalar bor. Yengilliklarimizdan hozir bunaqangi chopperlar olib kelib qo'yganmiz. Displeyli bo'ladi, 3 xil funksiyali, ishlashlari zo'r, 8 vatli bo'ladi. Wagen brendiga tegishli bo'ladi. Tosterlar olib kelib qo'yganmiz. 3 talilarimiz, Giffel modelidan 5 talik tosterlarimiz ham bor. Asha brendiga tegishli. Giffel shunaqangi kilometrskiy bo'lgan parovoylarimiz bor. Vati 2000 talik bo'ladi. 3 xil rejimda ishlaydi. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Nasadkasi bo'ladi. 2 talik, 4 talik nasadkalari bo'ladi. Apparatlar olib kelib qo'yganmiz Saniferdiki. Buni 2 xil modelidan. Aerogrillarimiz ham assortiment ko'p. 8,5 litrli deysizlarmi, 6,5 litrli deysizlarmi, 6 litrli har xil variantlaridan bor. Kofe apparatlarimizda dual modellarimiz kelgan. Bunaqangi mikserlarimiz kelgan. Ularımizdan assortiment juda ko'p. Xohlagan modellarda ishlatadigan zo'r modellarda qilib kelgan. LG brendiga tegishli bo'lgan shunaqangi mikserlarimiz kelgan. LG sizdan ham bor. Bunga Samsungdan ham qilib beramiz. Ularning narxlari ham juda arzon kelgan. O'sha yerdagi bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Arzon narxlarda, optim narxlarda qilib beramiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.